Vau, Nasiba, tug'ruqdan keyin juda ham zo'r vez tashlagansiz va mana shu qomatingizni hozirgacha qanaqa qilib saqlab kelasiz deb juda ham ko'pchilik menga shu savolni beradi. Tug'ruqdan keyin men ham boshqalarga o'xshab mana shunaqa katta vez olganman va 2 oy deganda o'zimni eski holatimga qaytganman. Mana shunaqa katta vez tashlashimga yordamchi kuch sifatida kelgan ozduruvchi kollagenlar bo'lgan. Kollagenlarning 5-6 xil turini ichganman, lekin menga eng yoqqani mana shu ikkita kollagen bo'lgan. Birinchisi mana shu jeleshkali kollagen, ikkinchisi parashok ko'rinishdagisi. Birinchi kollagenim juda ham zo'r vez tashlaganman, 3 oy davomida ichganman va meni sezilarli darajada zo'r ozdirib bergan va tug'ruqdan keyin sog'liq tiklash uchun ham juda ham zo'r foydali kollagenlardan biri. Ikkinchi kollagenim ozdiruvchi slim kollagen bo'ladi. Bu kollagenni hozirgi kunda muntazam ravishda ichib kelaman. Bir kun ham qoldirmasdan hozirgi qomatimni saqlab kelayotgan kollagenlardan biri. Bu kollagenni ham juda ham yaxshi ko'raman. Narx taraflama ham o'zi ham juda ham zo'r. Tarkibida vitamin C va sink bor. Vitamin C bilasizlar, yuzni badanda oqartirib berish xususiyatiga ega. Bu kollagenlarni emizikli mamashalar bemalol ichsa bo'ladi. Men farzandim tug'ilganidan buyon ichib kelmoqdaman va farzandimni ona suti bilan oziqlantiraman. Navorot tug'ruqdan keyin sog'liq tiklash uchun kollagen ichishingizni maslahat beraman. Kollagen faqatgina ozdirmaydi, osilib qolgan badaningiz, qo'llaringiz, yuzingizni chiroyli qilib, ideal qilib kirgizib berishga, elastigini oshirib berishga yordam beradi. Mayda ajinlaringizni yo'qotib berishga yordam beradi. Sochingiz, suyagingiz, tirnog'ingizni mustahkamlab beradi. Meni yuzimni ko'ryapsiz, bitta ham ajinim yo'q. Ajinlaringizni yo'qotib beradi. Yuzingizni yaxshilab berishga, yoshartirib berishga xizmat qiladi. Mana shu ikkita kollagenda ham menda sotuvda bor. Kimga kerak bo'lsa, faqat zakazlarni Telegramdan qabul qilamiz. Telegram selkamda profilim shapkasidan bemalol olsanglar bo'ladi.